Assalamu alaikum qatnashlar. Hammalarning mutlaq xayrlik bo'lsin. Men sizlarga dars so'zlovchi bo'laman. Mening ismim Davud, familiyam Kakuk. Hozir turishib qoldim İstanbul. O'zimni ozroq tanishtirib deb men davom qilay. Kasbim programmerlik. Aldık yani 20 yildek bo'lib qoldim shu ishida. Turyapman. Müşterisiz vaqtidan sizlardan didarlashganligimdan intayin xursandman. Ders oxirigacha yaxshi mashg'ulotlarni bilib, yaxshi narsalar bilan oxirlashni umid qilaman. Biz dersimizga başlap ketaylik. Savol javob bo'lib qolsa, ders tugatgan vaqtida inshaalloh soat 1 soatdan keyin 5-10 minut vaqt chiqarsak bo'ldi. Bizning hozirgi bu nahmadan darsimizda HTML va CSS va oxirdagi qolgan bir kunlik darsda JavaScriptni tushuntirib o'tadiganga shunday plan qildik. HTML degan nima degan vaqtda balkim yangi qatnashuvchilar bilmasligi mumkin. HTML deganimiz endi bishida bir ko'p vaqt olmay azroq tushuntirib o'tay, buning nimaligini bir tushunib olib davom qilaylik. Men qisqa shaklda yozib chiqdim o'rinlarga. Shularni o'qib o'tgandan keyin bir qancha tushuntirib ma'lum, keyin mashg'ulotga o'tib ketamiz. HTML bo'lsa hamda Hypertext Markup Language'niki qisqartmasi bo'ldi. HTML bir program tili emas, bir belgi tili. Ya'ni program tili emas bu. Turkish tekst, resim va boshqa mazmunlarni biz odat ziyorat qilayotgan YouTube, Facebook, Google shunga o'xshagan nurg'un batlarniki shu ko'zimizni laylaydigan bir belgi tili bo'ldi. Shunga o'xshab chiqadigan barliq mazmunlarni, xatlar, tekstlar, rasmlar, videolar bo'lsin. Shularni HTML orqali tuzib chiqamiz. Adet torbatlarning qurilma tekstlarini HTML orqali belgilaymiz. Ben bu sözleşme jarayonida masalan tag yoki element deb atab qilishim mumkin. Ko'proq vaqtlarda tag deb atayman, tag sharif bilan. Uni oxirgi darslarda tafsilot o'tgan vaqtida to'liq tushuntirib ma'lum birdan-bir. Endi HTML'ga masalan xat kuch, mavzu, abzas, jadval qatorliqlarni bloklarni belgi qilishga ishlatildi deb misol qisqa chizib qo'yibman. Masalan misol qilib bersak hozir oddiy bir torbatniki HTML'niki tunjuqdan boshlagan vaqtida tuvandagidek bo'ldi. Masalan qarasak hozir bu bir kodniki HTML ichidagi shu nima deydi bu kod deb turilamaydi. Şu markup yoki tag desak bo'ladi. Boshlanish shakli. Buning ustida masalan document type HTML deb boshlaydi. Buniki bir necha xil nashr bor. Uni shu hujjatning oxirida tushuntiramiz azroq. Bu HTML bilan boshlab, eng oxirgi qarasanglar rasmdagi. Kirgan savodlarni qabul qilib etmasam, o'zi tamom bo'ldi. HTML bilan başlayıp HTML bilan tugaydi. Bu HTML tiliniki şu adli bir başlangıç şekli. Mesela HTML bilan başladık ve HTML bilan oxirlashgan bo'ldi rasmga qarasanglar. Bunun içinde head bor, baş qismi. Headning ichida boshqa mesela mayda tushuntirib o'tdim. Document type aniqlamasi deb yozibdim. HTML bitni izohlaganda HTML'nin qaysi nashrni izohlash kerakligini belgilashda ishlatildi. Masalan bu rasmga qarasanglar hozir document type dedik hamda bu hozir HTML5 da umumlashgan shakli shu. Buniki bir necha xil shakllari bor. Biz boshqalarni tor adreslarini qoldirib qo'ymay yoki bilan keyin ko'ramiz. Shu vaqtlarda sizlar tafsili ko'rib olsanglar bo'ldi, lekin biz asosli umumlashgan HTML5 bilan davom qilamiz. Buning ichida ham davom qilsak hozir HTML belgisi asos bo'lib, boshqa barliq kuchlarni o'z ichiga oldi. Masalan, torbatlarni laylab chiqqan vaqtida biz HTML bilan yozgan vaqtida eng ustiga HTML bilan boshlab, eng oxirida HTML bilan tugatamiz. Mana rasmga qarasak, ko'rsizlar HTML bilan boshladik va oxirlashtirdik. Ichidagi barliq mazmunlar shularning ichida bo'ldi. Endi davom qilsak hozir head belgisi. Masalan, head degan tagning ichida hamda betaqidagi mavzular, ba'zi bir qo'shimcha narsalar bo'ldi. Uni oldimizgi darslarda tafsili sinab qilgan vaqtida yana to'liq tushunasizlar.
tor betga kirganda ko'rolmaydigan, lekin orqa tarafda ijro bo'ladigan kodlar bo'ldi. Masalan, men qarasak hozir head dedik, HTML'ning aslida head bor. Bunu başladık ha, bu şekilde ben de takip ettik. Bu resimdekidek. Bu fakat ekranda görülmeydiğin, lekin betninki xaslığı, bazı bir usul tanışaydigan o'rinlarni şunu içine yazımız. Hem de tön kelsak, mesela meta belgisi, tor betdeki mavzular belgisi işletildiğimiz. Bu ne? Sınaq bet qilgan vaqtida tepsili tushuntiraymiz. Hozir mayda buni izohatlar bizning bir ahamiyatini ko'rmadim. Shunlashgan shu betlarni yasagan vaqtida biz bular qaysilar ishlaydi, qaysi shaklda ishlatamiz, aslida tepsili tushuntiramiz. Endi body desek, body belgisida masalan ko'rinadigan barliq tekst va xat kuchlar bor. Boshqacha qilib aytganda, tor bet ochilganda bedendagi mazmunlarni, ya'ni oxirgi ishlatuvchiga ko'rsatildi deymiz. Bu nima desanlar, shu rasmga qarasak, oddiy bir rasmga. Üst tarafda HTML'lerini yazdık. Mesela head baş kısmını dedik, hem de gövde kısmı dedik. Bunun içine betnin mavzusu ve bazı bir tanışıklar kısımlarını kısıtlandım ki bular tor yüzlü görünmeydi, ekran yüzlü görünmeydi. Fakat arka tarafta icra oldu. Biz bunu göremeyiz. Bizge fakat göründiğin kısmı, şu vücut kısmı. Body deb başladık hem demeydi. Body deb başlagandaki şu vücut kısmı göründü. Şu içindeki barliq mazmunlar, resim olsun, maqalalar olsun, biz ovozli hujjat, video nima qo'ysak, mush bodyning ichiga qo'yamiz, mush oraliqqa. Bu betning ichida mush o'rin ko'rinadi. Biz davom qilaylik. Masalan, tor ko'rgishlar desak, endi balkim tor ko'rgish degan gapni anglamagan bo'lishinglar mumkin, ammo ko'pincha ishlatilmaydi. Biz vatanda ishlatgan bilan chet ellarda browser yoki Turkiyada Tariji deb boshqa o'zining ismlari kunab qiladi. Lekin biz bildigan narsalar bu. Tor ko'rgishlarning xizmati biz yasagan HTML'de tuzib chiqqan shu tor betlarni ko'rsatib beradigan va oxirgi ishlatuvchiga ko'rsatib beradigan bir qurol. Aslida tushunsak bo'ldi. Endi bularning ichida hammamizga ma'lum bo'lganlari, masalan, Google'niki Chrome, Mozilla'niki Firefox, masalan, Safari dedik, iPhone ishlatganlar va yoki alın kompüter işletkenler bunu ko'rdi. Lekin ko'pinchamiz Chrome ishlatamiz. Biz bu ders jarayonidami Chrome bilan davom qilamiz. Buningki ba'zi ixtiyorlar sal tor bet yasovchilarga nisbatan sal yaxshi. Hammasida bor, shunday bo'lsin, lekin biz Chrome ishlatamiz. Kompüterlarda bo'lmasa, Chrome'ni qashlab olsanglar bo'ldi. Endi masalan, Doctape. Bayaqi ustidagi rasmga qarasak, hozir bir oddiy bir betning ichiga qaragan vaqtimizda en üst tarafta Doctape HTML degan bir tal belgi bor. Bir tal tag bor deyiladi. Buni nimaligini aslida tushundirdik. Faqat bu bir yerdan bo'ldi betning ustida. Uning ostiga biz betningki HTMLning ichiga yozgan narsani to'liq yozamiz. Bu nima desak hozir? Aniqlamasa ham HTML bet hujjatning tipini belgilaydi. Boshqacha qilib aytganda, Turk o'gishning HTML betini tushuntiradigan nusxasi. Ya'ni bu xat kuchga bog'liq. Masalan, buningki 1991 dan boshlab 2014 gacha nurg'unlagan nashrlar o'tirg'i chiqdi. HTML'dan boshladi 2, 3, 4, 5 degandek. Biz en oxirida ham HTML5 bilan 2014 da muqimlangan bütün Turk o'gishlar bir xil ko'radigan hujjat tipi ham HTML5 niki bu shaklda bo'ldi. Hozirda biz tor bet yasaydigan programlarni avtomatik o'zimiz uchun chiqarib berdi. Bu shaklda ishlatamiz. Agar tafsilotiga qiziqib boshlanib ko'rib boqadigan ish bo'lib qolsa, tordan ko'rib boqsanglar bo'ldi. Biz vaqtni ching tutish uchun hamda ba'zi bir tafsili usullarga kirib ketmadik. Muhim bo'lgan nuqtalarni bir so'zlab o'tib, shu oxirida biz asos mashq natijalar bilan davom qilaylik deb tayyorladik buni. Endi HTML'dagi xoslik. HTML'dagi bir muhim masala xoslik. Masalan, xoslik deganimiz hamda belgiladik-ku. Men ko'pincha masalan madrasasida misol berdim, tag. Masalan, bir narsa biz ichiga bir mazmun qo'ygan vaqtida buning ichida nurg'unlagan o'xshamaydigan elementlar bo'ldi. Buningki qisqacha atalmasi tag deb atsak bo'ldi. Yoki uyg'urcha element deb atalg'i ishlatilgan burun vatanda vaqtda shunday ishlatsak bo'ldi. Lekin endi tag desak, shu har qanday tor bet yasovchilar tushundi buni. Buning ichiga bir xoslik qo'shamiz.
Ve resimde şuradaki xatırlagandek xaslık bolsa belge içindeki ko'rsatmalarni o'rinlashga ishlatadigan zapchast debdik. Bir xaslık bo'ldi, uning bir qimmati bo'ldi. HTML xat kuchlarining xasligi bo'ldi va qimmati bo'ldi debdik. Masalan, ko'pincha xaslik va qimmat. Bu şekilde davom qildi. Tuvandagidek deb misolni berdik hamda. Keyingi darslarda tafsiliy so'zlaymiz. Lekin HTMLning nimaligini ozroq tushundirish uchun bu yerda bir vaqt ayrilib ishlatayoldik. Mesela hozir bir resim ko'rsatish uchun bu yerda bir image degan bir tag bor. Resimninki hamda ingliz image deymiz-ku, shuni qisqartmasi. Şu tagni biz image degan tagni berdik. Buningga bir xaslikni src mesela xaslikni berdik. Buning kendiga biz cho'qim buni qimmatini yozishimiz kerak. Mesela resimning ismi va to'liq adres deb. Bu resim ko'rsatish uchun mesela image degan tagni ishlatamiz. Ve bununki ichiga bir qimmatiga biz xaslik qo'shib src degan uning kendiga biz resimning yo'lini tushuntirib muqimdab bersak ekranda resim ko'rinadi. Shuning har qanday xat kuchninki nimaninki tagninki o'zgacha bir xasligi bor. Ko'pinchamisning bor. Aslida biz har qitim so'zlagan vaqtida birdan bir tafsiliy so'zlab boramiz. Masalan, misolga bir rasmnikini berdik biz faqat hozir. Mana ichib deb. Endi CSS degan nima desak, bu CSS shu İngilizce hem de Cascading Style Sheets deb ismi şu. Qisqartılmış bulup CSS. CSS orqali biz HTML hujjatlaridagi elementlarning tor betda ekranda yoki qanday holatda ko'rsatilganligini belgilaymiz. Bu uslub yasash uchun ishlatamiz. CSS biz ko'radigan HTML hujjatlarning uslub mashg'ulotini qilishga ishlatiladigan texnika. Ya'ni CSS bir til emas, bir texnika. Shunaqa buni til deb yozsanglar bo'lmaydi. Faqat tor ko'rgishning o'zida shu biz yozgan ekranga chiqadigan narsalarni qolgan o'rinlarni belgilash, ranglarni tanlash degandek endi qisqacha qilib aytgan vaqtida eng muhim narsalarning birisi HTML va keyin CSS keldi. Nima ishqa CSS ishlatamiz deb degan vaqtimizda HTML o'rganib bo'ldik. HTML'niki elementlarni, taglarni o'rganib bo'lgandan keyin biz CSS'ga davom qilamiz. Bo'lmasa tushunishlik bo'lmaydi. CSS pek muhim narsa bu to'rbat uchun bo'lmaydigan. CSS'siz to'rbatni bo'lmaydi zaten. Yani zamonaviy to'rbatlarning uslubi, ranglari eng chiroyli chiqaradigan ham CSS ishlatamiz, u bo'lmasa ishlatishiga bo'lmaydi. CSS orqali elementlarningki qayerda va qanday paydo bo'lganligini, bet kengligi, egizligi bo'lsin, o'rni bo'lsin, ranglar bo'lsin, xatning cho'ng kichikligi bo'lsin, yon fonda bir xil ko'rinadigan yoki kompyuter ustida bir xil ko'rinadigan aslında hammani CSS orqali tanishamiz. CSS burun yo'q vaqtida HTMLning o'zining ichida mesela tushuntirishga qarasak, hozir men bayonni yaxshi oldim, bir necha kundan qoldirish bo'lib qolganligim uchun qisqasida yozdim. Masalan, bir rang tanishadigan ishqa yoki xatning cho'ngchiligini qiladigan ishqa font va yoki rang tanishadigan ishqa keyin tarafning rangiga masalan BG color deydigan o'xshash nurg'un o'ziniki oddiy xasliklar bo'ladigan. O vaqtida masalan biz bir betning ichida 15 qur 15 tane xat bo'lib qolsa, xat shakli yoki rang deydi. Hammasiga ayrı-ayrı yozadigan gapdir. Bular o'xshash narsani qaytalash hem bir avarchilik, hem vaqt isrof bo'ladigan ishdir. Buning oldini olish uchun shunlashqa CSS degan narsani o'tirg'i chiqibdi. Nurg'un mulozimlarni qilgandan keyin, masalan W3 degan bir qurilish shu CSSni ishlatadigan muqimda qilganligini degan biz shuni boshlab ishlatyapmiz. Buningki shu W3S'ninki hamda W3C'ninki HTML'ninki muqimligini belgilaydigan bir organ desak bo'ldi. Qiziqishlar to'rbetga kirib ko'rib baqsanglar bo'ldi buningki. HTML va CSS'ninki shu qisqacha shuni tushuntirdim. Buni vaqtni ko'p olmay. Biz asos mazmun o'tab ketsak bo'ldi. Bu to'g'riliq tushunmagan joylar bo'lib qolsa, shu darsning oxirida so'rasanglar bo'ldi. Biz eng başta HTML'ni boshlaymiz. HTMLning ichidagi taglar, elementlarni tushuntirib o'tamiz. Bunun oxirida biz CSS'ga o'tib ketamiz. Biz buni o'chirib o'tgandan keyin hujjatning ishi biz bilan tugadi, oxirlashdi. Masalan biz
Ögünüş jarayonida lazım bo'lgan program bor. Buning ichida nurg'un programmalar bor. Bizning tavsiya qilganimiz VS Code. Buni kompyuteringlar qashladinglar. Microsoft şirketiniki. VS Code deb yazsak chiqadi. Alma kompüter ishlatuvchilarininki Almaga yoki Windows ishlatuvchilar o'zinglar xohlab ko'chirib bo'ldi, qashlab olsanglar. Programninki shakli mush ekranda chiqib turibdi. Men bu ham qashlab oldim. Bunga o'xshagan boshqa nurg'un programmalar bor. Masalan, Notepad++ deymiz, Sublime deymiz. Bizden asasında o'xshab ketadi, lekin ham hozir ko'pincha hem yenik, hem iqtidorli bo'lgan şu Microsoft'ning yaxshi tarqatgan VS Code, ya'ni Visual Studio Code ishlatamiz. Bunun nurg'un qusturimlari bor, alayliklar bor. Shu darslarni so'zlash jarayonida ehtiyoj bo'lib qolsa bilan tushuntirib o'tamiz. Onun başqa HTML ve CSS'ni bu ham ozroq so'zlab o'tdik. Masalan, HTML degan nima degan vaqtda misol qilsak hozir. Ben şu bir Google'ga bir tane qistirib aldım. Bunu basqanda, mesela barliq CSS'ni ilib vaqtimda qarasanlar mana HTML'da faqat oq qog'ozga yozgan xatlardek, HTML'ning o'zining ichida bor, xosliklar hamda ranglar hamiz ko'p hamda ulanmalarniki. Qarasanlar bir betkim o'xshamaydigan, mushtaq bir uzun bir narsalar chiqadi hamda. O'qig'ili bo'lgan, lekin ko'rkamsiz, shaklsiz. Mush torbat layinlashda CSS intayin muhim rol o'ynaydi. Mesela CSS'ni esiga ekib qo'ysam, qarasak mana betninki shakli faqatlam o'zgarib, normal bir torbatga aylandi hozir. Mushunday bir narsa. Hamda agar qashlab olmaganlar bo'lsanglar, men darsdan keyin qashlab qilsanglar bo'ldi, men darsni ko'rib olib. Men bu ham qashlab oldim. Hozir ashni programni ochay. VS Code deganimiz, yani programninki ishlish shakli shu. Xohlasanlar Windows qashlanglar, xohlasanlar Mac'ga o'zinglar shu torbatni ishlatayotgan kompyuterlarga mas qiladigan narsani qashlasanlar bo'ldi. Tunji qitim ochganda ishlatadigan ko'rinmaymiz shu. Biz bu programninki ishlatish usulini, tafsil biz buni tushuntirib turmaymiz. Buni shu ishlatish jarayonida ehtiyoj bo'lib qolganini so'zlaymiz. Sizlar ehtiyoj bo'lib qolsa qarab o'rgansanglar bo'ldi, lekin biz faqat shu VS Code, ya'ni shu programni ishlatish orqali torbatni laylash va yasashni ko'rsatib chiqamiz. Biz bu faqat torbat yasash uchun ishlatilgan qurol, undan boshqa nurg'unlagan program tillarini bunda qo'llaydi ishlatamiz. Biz boshlab ketaylik. Shu programni ochgan vaqtida bizga ko'rinmayimizda ko'rindi. Fayl tutaqab, bunu bir tane hujjat ichib olgandan keyin buni saqlaydi xohlagan bir o'ringa. Ekran ustiga masalan test bir checked HTML. Çoxum biz HTML hujjatni qurib chiqish uchun kompyuterga yoki mulozimlikqa deylik. Hujjatning tipi çoxum checkedning keyiniga HTML bo'lishi kerak. HTML bo'lmagan vaqtida biz buni to'lqog'ichlarda ko'rolmaymiz, ham foydalanmaymiz, ham tonimaydi. Shu masalan naqshlarniki checked MP3 deganga o'xshash, MP4 deganga o'xshash, bu torbatdagi shu HTMLniki hujjatning tipi checked HTML bo'lishi kerak. Bu şekilde bo'lmasa, biz to'lqog'ichlarda ko'rolmaymiz buni. Shunga boshqa xohlasangiz ekran ustiga yoki xohlagan bir o'ringa masalan bunday qiladi bo'lmasa, misol bir deb bir yoki birinchi kun deydi mana. Birinchi kun deb bir tak ichib olgandan keyin buning ichiga biz birinchi ders checked HTML deydi. HTML hujjatini qurib oldik. Eğer mesela hazırın o'zini sinab o'qishni xohlasangiz, bunday qilsanglar bo'ldi. Bu ko'rib chiqish uchun ekran ustiga bir tal men birinchi kunda bir tal ochdim, folder. Uning ichiga birinchi dars HTML deb qo'ydik. Windows kompyuter ishlatuvchilar odatda ko'p vaqtida ma checkedning keyindagi HTML degan xatni ko'rolmay, hujjatning tipini yozolmaydigan yoki belgilamaydigan ishlar jiq o'zbirdigan. Mac kompyuter ishlatganlarda bu Açtaq bir o'rin bor, uni tushuntirdi hozir. Masalan, shu almani bosgan vaqtida nimaning ichida, Finder'ning ichida masalan preferences shu tanshaklar kiramiz. Kirgan vaqtida Advanced'ning ichida qarasanglar mana eng ustidagi shu.
Show all file name extension. Barliq hujjatlarningki tipini ko'rsatib beradigan ma'no chiqishi kerak bundan. Aslında içiversek, HTML chekitning keyindagi hujjatning tipi ko'rindi. Buni ichiversek, basgan vaqtida masalan qarasanglar avtomatik Google ichib berdi buni. Kompyuteringlarga qashliq bo'lgan har qanday tur ko'rgich, endi qaysi tur ko'rgich muqim ishlaydiganlarga tanishilgan bo'lsa, biz mush HTMLni basgan vaqtimizda hujjatni avtomatik tur ko'rgichni ochadi. Chunki biz buni ichiga hech qanday bir narsa yozmadik. Hech qanday bir narsa yozmaganligimiz uchun quruq chiqdi ekran. Mesela ışık qaytib endi. Ben ekranı yine açık qo'yib turib, devam qilaylik. Mesela hozir HTML hamda betniki hujjatning oxiri. Biz bunga xohlagan bir narsani masalan misol deb saqlasak, saqlagandan keyin betni yangilaymiz. Yangilagan vaqtimizda qarasanglar mana misol degan xat keldi. Men buni azroq cho'ngaytib qo'yay. Ekranda cho'ngroq chiqsin mana şekilde. Biz bu hujjatningki ichiga biz HTML ichiga masalan xohlagan xatlarni yozsak chiqadi. Misol HTML dersi deylik. Yanılanan vaqtida chiqadi. Bizga bu şekilde ko'ringandek qilgan bilan biz buni ichiga bayon qilib eng boshida so'zlab o'tgan document type, HTML body degan narsalarni yozmadik. To'rtko'gichlar avtomatik ko'rsatib berdi, lekin ba'zi bir o'rinlar yaxshi ijro bo'lmaydi. Shuning uchun biz cho'qim aslında to'g'ri yozish shaklida yozib bo'lishimiz kerak. Keyin yaxshi ishlamaydigan ba'zi o'rinlarni, ba'zi kodlarni ijro qilmaydigan ishlar chiqadi. Shuning uchun bayon degandek nima dedik, so'zlab o'tgan dokument type'ni yozsak bo'ldi. Endi buni biz qo'limizda qanday yozib bo'lmaymiz deydigan masala chiqadi. Masalan, tırnaqdan buni ochdik, oxirini taqib etdik. Men azda xatni cho'ngaytib qo'yay. Mana ekranimni cho'ngaytib qo'ygandan keyin davom qilaylik. Aslında açtık. Öndeş belgesini yazdık. Bu şekilde otomatik çıkarıp verdi. Lekin bu şekilde ters. Yani VS Code'ninki bir artıqçılığı özde birleştirildiğin bir kısturunu birleştirildi bunun içinde. Biz bir öndeş knopkasına baskan vaqtida en asan yolunu tushuntirib o'tayman. O'sha öndeş knopkasına baskan vaqtida qarasanglar o'sha chiqadi. Buni bosib avtomatik bizga kerak bo'lgan narsalarni ekranga chiqarib bergan bo'ldi. Men buni azroq tushuntirib o'tay endi. Bayan biz ham bir so'zlab o'tgan o'sha document type HTML shu. Shundan qarab turib, mush to'rtko'gichlar buning qaysi hujjat tipini, qandayligini belgilaydi va shuni qarab turib ekranga chiqarib chiqargan narsalarni. HTML5 niki shu. Agar HTML4 deganlarni ko'rman desanglar, mush boshqa narsalarga qarab baqsanglar bo'ldi, lekin vaqtni isrof qilishning ahamiyati yo'q. Hozir muhim bo'lgani shu. Endi bu ost tarafdagi adette bo'lsin bo'ldi, bo'lmasin bo'ldi. Faqat izlash to'rbatlarda masalan Google deymiz, Yandex deymiz, shular izlagan vaqtida tilga qarab izlaganda chiqarib berdi. Türkçe bo'lsa tara yozib qo'ysak bo'ldi yoki bo'lmasin bo'ldi. Uyg'urcha bo'lib qolsa uga yoki qaysi bo'lib qolsa unda qo'llaydigan tillarni yozib qo'ysak bo'ldi. Hozir enter versin. Bular HTML'niki tilini yozib oldik. Masalan, mana şekilde ma o'ringa bir bo'shliq qo'yib turay. Men ma oşuq narsalarni ilibdi. Hozir buni keyingi darslarda tushuntiramiz. Malani ilib keyin mushlar qolsin. Bizga mo'yin bo'lganlari shu. Bayam o'chirib o'tganlarimni biz darsning oxirgi soatlarida tushuntirib o'tamiz. Endi bu head deganimiz qandoshlar, bu bosh qism bo'ldi. Bu nimada ko'zimizda ekranda ko'rinmaydi, lekin shu oq tarafda ishlaydigan o'rinlarni shuning ichiga masalan JavaScriptni qistiramiz, CSS'larni qistiramiz, hammasini shu headning ichiga qistiramiz. Uning asli o'tgan vaqtida body qismi. Azroq tushuntirdim men xatni. Vücut qismi hamda biz kerak bo'lgan barliq mazmunlarni bodyning ichiga yozamiz. Shuning ichiga yozgan vaqtida ekranda ko'rindi va bemalol mashg'ulot qila olamiz. Buni hamda elementlarni boshlash usullari, masalan, ma'lani hozir tushuntiray. Masalan, bu ham bir xil rasmni o'rnak berdik. Mana şekilde bir tırnak bilan başladık. Başlagandan keyin bunga image dedik. Bu hozir quruq bu şekilde hech qanday qishqa yaramaydi, ishlaymaydi. Ekranda bir narsa chiqmaydi. Bunun keyiniga biz cho'qim shu o'ziniki xosligi bor. Yozgandan keyin tangni bisib deb
Ama şekilde tırnaklar bilen içiga biz resimning yo'lini. Agar boshqa bir turbatdan resim ekildigan ish bo'lib qolib qolsa, to'liq adresini yoki kompyuterning ichidagi adresini berib rasmlarni, masalan, rasm nomi, JPEG yoki PNG deganga o'xshash belgilab beramiz. Buning oxirida masalan bir taqib etgan vaqtida hozir bir tal yan to'siqdan taqib etsak bo'ldi. Shunga o'xshaydigan bir necha xil tag bor, hamda rasmga o'xshaydigan. Beshni tushuntirdik. Masalan deyli hozir odatda biz bayon qarasanlar ma'noga devatgandan keyin qarasanlar masalan hitni boshladik qamdi. Bu mayda boshlandi, buningki boshlash qismi. Mayda oxirlashdi. Oxirlashgan vaqtida bu boshlash qismi ma'lum, oxirlash qismi ma'lum. Oxirlashgan vaqtida qarasanlar bir tal yan to'siq bo'lmaydi. Hitninki oxirlashgan qismida bir yan to'siq bor. Bodyga qarasanlar bodyning bir yerdan boshladi, ham bir yerda oxirlashdi. Oxirlashgan vaqtida bu yerdan bir tal yan to'siq bor. Bu oxirlashganni bildirdi. HTML shu. Chunki üstüden başladı, axırda oxirlashdi. Bayam qanday rasmdagi demoqchi bo'lganim, shunga o'xshaydigan bir necha xil. Hozir vaqti kelganlik uchun so'zlab aytdim. Rasmniki masalan buningki oxirida agar bayamqadek bo'lgan bo'lsa, cho'qim buning oxirida ma'noga o'xshaydigan bir tal bo'lishi kerak edi. Bu kerak emas. Chunki rasmniki undaq bir narsa kerak emas. Faqat oxirgi bir tal yan to'siq qo'yib qo'ysak bo'ldi, qo'ymasa bo'ldi. Bu şekilde. Hem de biz yine bir şey kaydaylı. Mağaranın uçurup ettiğim ihtiyaç yok dedik. Hem de mağaranın kişilik durup arkadaşlar. Mesela hazır, hem de meta tagini UTF-8. Bu UTF-8 deganimiz şu hem metinni qo'llaydigan iziq shakli degan ma'noda chiqadi. Buning ichida agar masalan inglizcha yoki boshqa Avrupa tillari yoki arabcha deganga o'xshash yoki turkcha deylamdi. Ma'lum bir iziqlarni qo'llaydigan tanishib qo'ysak, Uyg'urcha yoki boshqa qo'llamaydigan tillarniki katakcha, buzuq shaklda chiqib oldi. Shunglashgan shu UTF-8 ni avtomatik chiqarib berdi hozir. Shuni tanishib etgan vaqtida barliq iziqlarni avtomatik turbatda natural shaklda ko'ra olamiz. Biz ekranda ko'zimizga ko'rinmaydigan va oxir safda ishlaydigan qurlarning birisi, endi bu dokument. Masalan, men headning ichiga dedik hozir. Headning ichida dokument, bu nima desanglar title. Title degan endi mavzu degan ma'no chiqadi. Buni inglizcha bildirganlar odatda hammamiz bilamiz. Bu nerede desanglar, betninki ichiga qarasanglar hozir. Mana uchirday. Üst tarafda betning nomi chiqadigan yer bor. Hozir buningga men title'ni benim yozmaganligim uchun chiqmadi. Hozir ma'ni saqlab oldim. Masalan, mavzusi deyli. Ma'ni saqlab olgandan keyin bir ekranni yangilab etsem, qarasanglar mana betning nomi. Odatda betninki ismini bir yerden chiqarib bilamiz. Ba'zi maqolalarni o'qigan vaqtimizda uzun chiqadigan maqolaning ismi, yozuvchining ismi degandek. Şu title'ni bir şey yazgan vaqtimizda HTML'ning ichida, headning ichidagi title'ni bir şey yazgan vaqtimizda şu betninki mavzusini bir yerden ko'ramiz. O betning ichida ko'rinmaydi, faqat şu mavzu qismi bir yerda ko'rinadi xolos. Endi biz şu bu headning ichiga yozdigan boshqa nurg'un narsalar bor. CSS, JavaScript degandek. Buni şu oxirgi darslarda HTMLni ko'rib bo'lgandan keyin davom qilamiz. HTMLni ko'rib, HTMLning elementlarini, yani taglarni o'rganib bo'lgandan keyin CSS o'tgan vaqtida bu sheyni ichiga yozamiz, ijro qilamiz, sinaymiz, shu vaqtlarda to'liq tushunasizlar. Hozir men bugungi darsda tunji qitimqi darsda hamda shu HTMLning nimaligini, bu masalan headninki, bodyninki, shunday nimaligini tushuntirish uchun ularga tafsilga kirmaymiz. Mavzuni tushungan bo'lsanglar, biz oxirgi o'tib ketaylik. Endi biz masalan mayga bir narsa yazsaqmi chiqmaydi-ku, biz bodyning ichiga endi muhim bo'lgan o'ringa o'tib ketamiz. Shu bodyning ichiga masalan misol deb yozdim. Saqlagandan keyin qarasanglar misol deb chiqqan bo'ldi. Biz shu masalan bunday deylik bo'lmasa. Bunday deylik. HTML5'ga hoş geldiniz dedi, merhaba dedi. Bunun içinde avtomatik öz belgilep bergen şekilde çıkılır. Biz bunun başka nurgun elementlerini işletimiz dedik bayan. Bunun hiç qandaq bir narsa yazmagan şekilde quruq xatni yazsak, HTML'nin body'nin ichiga bu şekilde tekstler çıkıdı.
Endi biz şu badini ve hidni ve şu badini körep bulduk hazır. Biz endi dersimizin asas başlap biteyli. Tushunishlik bo'lmagan bo'lsa, chunki biz darsning vaqtimiz 10 saat belgildik hozir. Oxirgi darslarda biz bu CSS'ning nurg'un o'rinlari bor, ularda biz betlarni yasab chiqamiz. Misol betlarning bir nechini, balki har xil knopkalarni yoki shunga o'xshagan narsalarni yasab chiqish uchun vaqt ko'proq ketib qilishi mumkin. Shunga shu tezroq so'zlab, shu beshlik darsni pek uzatmadim. Muhim bo'lgan nuqtalarni tushuntirib, ders ko'rgan so'z tushunib qolsizlar. Endi biz tunji bo'lib shu paragrafdan boshlaylik. Paragraf degan shu bodyning ichiga yozilgan hamda P abzas dendi, hamda abzas. Shu to'rbatlardagi uzun maqolalarni shu paragraf, ya'ni abzasning ichiga yozamiz. Masalan, abzas deylik. Qarasanglar mana şekilde ko'rindi. Biz yozgan elementlar ko'rinmaydi. Bular shu HTML'ning o'zidagi taglari hamda shu element yoki tag aytsak bo'ldi. Faqat ekranda shu ichidagi mazmunlar ko'rindi, bular ko'rinmaydi. Bularni biz CSS bilan ayirib chiqamiz. Masalan, bir tal to'g'ri kiraylik hozir. Qarasak, maydan. Boyanqi W3C dedik hamda. Mana ochgan vaqtida o'zining to'g'ri kiraylik. Maydan şunun içindeki mesela abzas değil mi şu paragrafın içindeki yazgan narsalar. Bunu qanday ko'ramiz degan vaqtida şu o'rganish jarayonida Chrome'ningki va boshqa turli o'g'ishlarning bir alayidligi bor. Ekrandagi xalqan o'ringa ekilib, shu qandaylar. O'ng tarafdan bosgan vaqtida men ingliz ishlatganligim uchun ingliz chiqadi. Eng ostida inspect degan bir xat chiqadi. Buni bosgan vaqtida qarasanglar hozir yoki o'ng tarafdan chiqadi. Agar o'ng tarafdan chiqmasa şu çiftini bisip astırıp götürüversanlar bo'ldi. Mana şekilde ko'rasizlar. Bu nima desek, endi biz yaxshi ko'rgan betlarniki yoki biz jarat qilayotgan betlarniki ishiga o'sha HTML va CSS ni nimalarni ishlatdi, shularni ko'ramiz. Bular maxfiy emas. Bu faqat o'sha mulozim nima to'g'ri ko'rishlarniki bizga ko'rsatib turadigan HTML narsalarni shu ko'rsatib turdi, masalan, nima ishlatdi degandik. Masalan, ma'no qarasak hozir Qarasanglar mana uzun xətlərin hamısı alt tərəfin köründə paragrafın içində, P-nin içində. Şu sizlər görəyotgan bətlərdə qalsanglar kirib dərsindən keyin şu başqa bətlərə kirib görüb baxsanglar buldu. Bu inspect degan torbət layihə jarayonida ko'p ishlatamiz. Bək lazım buldu. Şularni ko'p foydalansanlar buldu. Məsələn, hozir MG biz CSS və HTML öyrənib bo'lgandan keyin bir yaxshi ko'rgan bir torbətning bir o'rnini yoqtirib qolgan bo'lsanglar yoki qaysi xat shaklini ishlatdi yoki qaysi rangni ishlatdi deganga o'xshash. Shu o'ringa kirib, o'ng tarafni bosib mouse'ni bosgandan keyin shu ekran chiqadi. Ammo tanlab qo'yilgan o'rin bor bu yerda. Buni tanlab qo'yib, ustiga eklashsak mishadi. Masalan, mana ustiga eklashsak deylik, rangi, ishlatgan xat shakli, cho'ng kichiklikka degandek, shu narsalarni ko'ramiz. Muhim narsalarni biz. Bu boshqa to'rko'g'ishlardan bor. Developer tools deb chiqadi va yoki ko'pincha inspect deb chiqadi. Shuni paydalanlarni tavsiya qilaman. Yaxshi narsalarni birisi. Paragraf deganimiz endi shu uzun xatlarniki shunga o'xshagan xatlarni odatda ko'pincha biz qolgan elementni ichiga olsak bo'ldi, tegin ichiga. Lekin yaxshiroq bo'lgan endi tavsiya qilganimiz hammasining o'zining muhim o'rinlari bor. Shularni ishlatish. Mana uchrab qo'ydi. Paragrafninki masalan birinchi bir minutda birinchi abzas deb qo'yaylik mana. Abzas uyg'urcha shundoq ekan shu P-ni abzaslarni. Endi masalan bundaq bir narsa bor. Masalan, men açqan vaqtida qarasanglar, men tirnoqni açqan vaqtimizda avtomatik o'zi nurg'un HTML'ninki tagini chiqarib turdi. Biz bu yerni tanlab o'tishning hojati yo'q. Biz P-ni bosib etgandan keyin Enter'ni bosib etib, mana şekilde qilsak avtomatik o'zi to'liqlab turadi buni. Masalan, ikkinchi abzas deylik.
Bu ögünüş jarayonida har qitim cho'qim shu save'ni saqlashni bosamiz. Masalan, hozir biz mana VS Code'ni ishlatib turibmiz. VS Code'niki ust tarafdagi faylni ichiga kirib turib, saqlash knopkasini bosamiz yoki knopka taqsi orqali bisib saqlab olgandan keyin biz keniga qaytib bir tur ko'rgishni yangilaymiz. Yangilamazsak, biz o'sha yerda o'zgartgan mazmunlarni ko'rolmaymiz. Buniki misol vaqt zoya bo'ldi o'rganish jarayonida. Shuning uchun shu VS Code'niki bir qisturmasi bor. Ashni qashilib deydi. Ya'ni kichikroq. Sizlarni qashilishlarni tavsiya qilaman. Buning ismi ma'na sal cho'ytay. Shu live server desanglar mush chiqadi. Live server. Buni bosgandan keyin yan tarafda install degan knopka bor. Ashni biz qashilib olaylik. Qashilib olgandan keyin qanday ijro qilishni tushuntirib qo'yma. Qarasak bu qashlandi. Endi biz buni taqib etib o'zimizniki hujjatga qaytaylik. O'sha ekranlarni o'chirib etgandan keyin ma'lani o'chirib bilan kerak emas. Endi sal cho'ngaytib bo'lay yana. Mana shaklda. Birinchi abzas, ikkinchi abzasni do'q. O'ng tarafına bosgan vaqtida biz ekrandan xohlagan bir o'ringa kelib, qarasanglar mayda live serverni to'xtat deb chiqadi, avtomatik o'zi boshlanibdi hozir. Agar boshlanmay qolsa, masalan, sinab boqaylik bir qitim. P'ni yozdik. 3-abzas deydi, abzas. Shundan saqlagandan keyin avtomatik yangilanmadi hamda yangilanmadi. Shuning uchun biz ma'ni o'ng tarafni bisib stop deb qo'yaylik hozir vaqtincha. To'xtatib ko'rsatma deb. Endi qaytadan boshlatsak, qarasanglar open with live server. Shu biz bayon qilgan qo'shimcha hamda qusturma bilan iching deydi. Buni ochgandan keyin buni hozir bir workspace'ning ichiga olg'in degan bir narsa chiqdi. Bu nima desanglar, biz faqat HTMLni ochdik, boshlab ketdik. Buning ichida hech qanday bir narsa qusturmadik. Buni demoqchi bo'lganimda, masalan, ma'ni o'chirib deb yangidan tushuntiray. Bu hammalarning boshiga keldi bu. Bunu o'chirib etdim. Demoqchi bo'lganimda, mayada bir tal folder açtık biz. Şu folderdan açqan deydi. Bunu qilish uchun biz VS Code'ni ochaylik. Ochgandan keyin eng oson usuli buniki. Shuni tutib ekib tashlab etsak bo'ldi. Ustidan tashlab etsak, qarasak mana cho'ngib ketganlik uchun ko'rinmay qoldi. Shu qarasak, birinchi kunda biz bir tal qisqicha ichib oldik folder. Bunun ichiga HTML'larni shunday ichiga yozsak bo'ldi. Birinchi darsda etdik. Endi biz buni HTML'ni shu açgandan keyin workspace'ning ichida mana o'chiribday. O'ng tarafni biz turib ichib boqaylar. Qarasak mana avtomatik hozir ichildi. Endi buni biz ekranga bir blon akib qo'yib turib, biz cho'ngaytib olgandan keyin masalan endi yangidan sanab boqaylik. Paragrafni ochdik. Yoki sizlar P'ni bisibdan turib, shu tab knopkasini bossanglar avtomatik mana shaklda chiqadi. Qisqa yo'li shu. Masalan, P harfini bosdinglar. P harfini bosgandan keyin mana knopka taqtisida Q harfining endi tab deb bir knopka bor. Ashni biz bossak avtomatik mana shaklda chiqqan bo'ldi. 4-abzasni yozgandan keyin masalan saqlashni bosdim, avtomatik shu Command C knopkasi va yoki ma o'rinda shu kompyuterlardagi qaysi tanishilgan bo'lsa saqlashga. Odatda shu Command C yoki Ctrl C yo'g'anda saqlagan hamon qarasanglar avtomatik yan tarafdagi to'l ko'rg'ichga chiqqan bo'ldi. Mayda saqlab, qaytadan yenib kelib, yangilashni bisib qilishning bir hojati yo'q. Bizga shu live server degan shu qisturma ishlarimizga intayin qulaylik qilib turdi. Bayon qildik, agar ishlamaydigan ish bo'lib qolsa, shu bir tal qisqichni ichiga ekirib olib, ekranga qana mana shekil ekranga akilib tashlasanglar bo'ldi. Ekranga akilib tashlasanglar avtomatik o'z tunidi VS Code. Açgandan keyin shu o'ng tarafga shu folderning ichidagi hujjatlarimiz ko'rinadi. Bu shaklda açsanglar avtomatik ishlaydi. Endi biz paragraflarni tushungan bo'lsak, biz boshqa elementlarga o'tib ketaylik. Masalan, P qasun buni abzas to'xtatma, abzas. Qarasanglar saqlagan keyin o'tib ketdi. Endi masalan H degan bir tal paragraf bor.
paragrafda element var, tag, hashtag. Bu adette H1'den başlap H6-cı mağludu. Bula şu mavzular, çoğun mavzular torbetki. Mesela ekranda içip bayan torbetki'ne karaylı. W3 karab durup devam kılaylı. Bunun içinde mesela malan içip baksak, mavzular, çoğun mavzularını Türkiye işler bizge tavsiye kıldığını maşumuş mavzularını eş degan tegini içi gelenlerde tavsiye kıldı. Mesela mani işe kirip bakaylı. Mesela mani köygen vaktimizde karşısında mana astı üstü kirip tutup onu bastık biz bayam. Talap durup inspect deganini bastık. Karşısında mana H1 degan şu tegini içi gelip de çoğun kat. Kichikroq mavzuni H2'ning ichiga degandek olamiz. Bu çoğun mavzularni H'ning ichiga olamiz. Masalan, birinchisi mana shu shaklda ish tushunib sog'lom bo'ldi, bayon tushuntirdim. H1'ni bosgandan keyin tab knopkasini bessak avtomatik mana shu shaklda chiqadi. O'zi to'liqlab turdi, oxirini va davomini. Masalan, mana boshlash nuqtasi, mana oxir nuqtasi tugadi, mana birinchisidan keyin. Buning ichiga biz shu mavzuni yozamiz. Mavzu H1 deylik. Bunu saklab alganda avtomatik o'zi ko'radi hozir. Biz betni yanılmasak mı chiqadi. O'sha live server degan qisturminingki alaydiligi bu. Endi H2 deganni sinayli masalan. Mavzu H2 deylik, tushunchli bo'lsin. Masalan, qarasanglar hozir mavzu 1'niki cho'ng chiqdi. O'sha H1 degan tegini ichiga oldik. Mana internetda ko'ringandek. Mavzu kichkina hamda H2'ni ichiga oldik. Sal kichikroq. Bu H1'den H6'gacha hamda şu Türkiye güçler avtomatik çıkarıp durdu. Bununki çoğunlukla tanışıklık. Adetten şu çoğunluk yazman defası H1'den izlesek buldu. Bunu kendi CSS'de biz çoğunlukla rağmen halan için tanışık kılalaymış. Lakin şu Türkiye güçler avtomatik eşsizliğin vaxtıda şu teknoloji gelingan mavzular üzerine şu mavzu şekillik. Yani bir makalının ki mavzu şekillik aslında kabul kıldı. Şuna avtomatik çoğun çıkıyordu. Yani şu Türkiye güçlerinin ki izleşmetleri mesela Google Yandex başkalar olsun. Bu şekilde tavsiye buldu. Yani izleyen vaxtda yaxşıraq tez tipli söylenген şekilde. H3'den içi kireyli. Növbətlə maylı bununkine. Mavzu H3'lü dokka. Hem de ben bu şeyin kendi gizli koşundaki sebep ben işletken bu tegini bileydi biz koyduk. Özün aslında baksanlar buldu. Karsanlar az kiçikrak çıktı. Bu 6'cı var. Birinin 6'cı. H4'lü dok. Ma şekilde mavzu H4. Ma şekilde 4'üncüsü kiçikrak çıktı. Başka öteki değil H5 mavzu 5 karsak ma şekilde yeni küçük çıktı. En küçüğü H6 bunun içinde. H6 dediğimiz en küçüğü mavzu H6. Karsanlı aslının üstüge çoğunun küçük karab tutup bunun oranını almıştığım vaxtıda biz layı degan vaxtıda oranını bu Türkiye güçte biz yazılmış HTML'lerin kendisi en üst kurdun okulup mağdu. Üst kurdun icra bulup nöbetten düşüp mağdu bu şekilde. Şu an mesela abzas peynir açık aldık hem de abzas paragrafın açık. Onun üstü köründü. Eğer ben aslında ötkede açıp kalsa mesela H1'in değil misal mavzununki. Ben kesip bilip ben aslında kalan oranı çaplısak karşısına ben aslı ötüp ketken oldu. Çünkü Türkiye güç şu betini biz yazgan HTML'den okuyan vaxtıda en üst kurdun başlap aslığı mağdu bu. Şu nöbetten okumağda. Şunun başka oranını belirlegen vaxtıda bunun bazıları biz CSS'de almıştır olayımız oranını. Lakin oranını almıştırdan işlerde biz CSS'ini paydalanmışsak oldu. Ama şu kur boyu çizip biletlik gitmansa hem yasaş jarayonda bizga oson bo'ldi, ham keyin tahlillaydigan vaqtlarda ham tepishimiz oson bo'ldi. Shunaqa bu shaklda ishlatishlarni tavsiya qilamiz. Paragrafni tushundik. H1'ning ustiga gap qo'yib turay. Mana ustida tursin. Qarasanglar mana hozir mush ekranda ko'ringan hozir abzas ko'rindi. Mush mavzularning cho'ng kichikamiz ko'rindi hamda. Biz bu HTML ichiga qaraydigan bo'lsak, en üst tarafda doc type dedik hamda. Dokument tipi, HTML'nin tipi. HTML 5 kitaba bo'ldi.
Türkiye'ye çebi HTML ekende şuna qarab icra qildi. Bu biz tilni maydan odat yozmasak ham bo'ldi, ixtiyor. Lekin men izlaydigan to'rbatlarda biz to'rbatimizni boshqa to'rbatlar izlagan vaqtida til tanlab izlaydigan ashba, uyg'urish to'rbatlarini tepagin yoki ingliz deganga o'xshash shu vaqtlarda lozim bo'ldi, yozib qo'ysak bo'ldi. Ammo u head qismi qayta muqim deb so'zlab o'tay buni. Bu faqat ekranning ustida, arqa tarafda ijro bo'ladigan, ekranda ko'rinmaydigan o'rindadir. Bunun ichiga biz boshqa materiallarni qistirib qilamiz. CSS, JavaScript degandek nurg'un narsalarni qistiramiz. Mavzusi, musbatning kimga oid bo'lgani degandek. Endi bu head mishiyat tugidi, buning ostiga da body. Mesela vücut qismi o'tib ketdik, bizga bu muhim qismi. Body'ning ichiga yozgan har qanday narsa ekranda ko'rindi. Bir tal chekit peshqichi bo'lsin, tamoman har qanday narsa ekranda ko'rindi. Şu yazdıgan narsalarni biz ekranda ko'radigan narsalarni cho'qimish body'ning ichiga yozamiz. Ve en ahırda yana mush yan to'sizlik bilan HTML'ni taqib etdik. Mush betning ahiri mush bo'ldi. Yani ahirlashgan bo'ldi. Mush oddiy bir HTML betning shakli mush shaklda tuzildi. Qarasanglar mana bu yerda chiqqandek. Mana biz tartib deylik mana. Bir tarafda HTML kodunu yazdık, bir tarafda to'rtko'gichda ilova qilgan bo'ldik. Mush qistirmani agar ba'zi vaqtlarda o'tganda ba'zi qarindoshlarimiz faqat foydalanmay qolibdi. Hemen mesela to'rtko'gichni o'chirib, faqat o'chirib etgandan keyin to'rtko'gich ekranda qolmasin. Yani o'ng tarafga bisib turibmish kod bor ekranda. HTML bizmish betni tahrirlayotgan betning o'ng tarafini bisib turib, kodning ichidagi. Aslida qarasanglar mush yerda mana deb birda shu biz bayan qarşılagan qistirma bilan boshlatang deb. Openimiz live server. Shuni bosgan vaqtimizda biz qarşılagan qistirma qilib açtı. Her qanday bir o'rinni tahrirlab, misal dedik, saqlashni bosgan hamon avtomatik shu betga o'zi ijro bo'ldi. Biz betni kelib va o'rin qayta yangilashningki bir ahamiyati yo'q. Shunga shularni qarshilashinglarni tavsiya qilamiz. Shu o'rganish jarayonida men esqatdim. Hem dersimiz tezroq davom qildi. Hem de şu HTML'ninki ichida bizga mesela abzaslarni o'tdik, hamda paragraf mavzularni so'zlab o'tdik. Yana bir ishkina so'zlab o'taylik bugungi darsda. Buni qolganini keyingi darsda so'zlasak bo'ldi. Birinchi ders, men buni ichiga ikkinchi dars deb bir narsa qistirib, ikkinchi ders bir tal hujjat qistirib, ikkinchi ders chekit HTML. Bu HTML'ga diqqat qilishimiz kerak. Başımıza köp geldi. Yazdığan qarindoshlarimiz çünkü HTML degan shu betninki, hujjatniki tipini chekitnikani gizishni unutib qolganligi uchun hujjat ishlamadi yoki ko'ramadim deydigan masala ko'radi. Windows islatganlar ko'p bo'lishi mumkin. Saqlab olgan vaqtida cho'qim sizlar kendiki chekit HTMLni ko'ramaysizlar. Ko'ranmaganda shu Windows kompyuterlarnikimi hujjatniki tipini ko'rsatib berganda onu ichirsanlar bo'ldi. Agar yerini ko'ramaysanglar bayan degandek mesela müdahsanlar oldu. Mani fakatlar üçürüp dip yanıdan açkanda yanıdan içme şekilde şu kısmışını şu folder'ını değil yani tutup girip lan ekranga lan taşısanlar oldu. Taşlagan vaqtida qarasanlar ma programda ko'rsatib turdi. Hujjatning tipi, müşahede müşdan içinde barliq narsa müşan tarafdan chiqadi. Bu workspace deb atildi bu. Bir to'rbat tuzgan vaqtida masalan to'rbatning nomi bilan bir tal qisqish ichib olib, ashdan ichiga kerak bo'lgan barliq materiallarni, rasmlar, ovoz yoki CSS, JavaScript hemen o'xshash o'rinda saqlaymiz. Shu vaqtida mush o'rinni ko'rinamiz. Endi biz birinchisi ma'loni so'zlab o'tdik bu ham. Abzas mavzu degandan ikkinchisi endi yani yangi bir hujjat ochdik. Buni o'xshash shaklda biz nima deyachaylik, shu live server degan dasturni ichib olgandan keyin devam qilaylik. Yana qayta mashq qilamiz. Shu quruq bir bet ochgan vaqtida mana shaklda ichib dokumentga bizishning hojati yo'q. Faqat undash knopkasini bosgan hamon avtomatik o'zi chiqarib turadi. Birinchisi shu. Enterni tabni bossak ham bo'ldi yoki mouse bossak ham bo'ldi. Qarasanglar mana mana shaklda to'liqlab bergan bo'ldi. Bizga keraksiz bo'lganlarni hozir iltimay bayan degandek oxirida tushuntiramiz.
Buni ham de matarib kelib etgandan keyin men ekranni sal cho'ngroq qilib etdim. Qarashtirib tiklar yaxshi ko'rinmay qolmasin deb. Biz yana o'xshash mavzusiga ikkinchi ders deyli. İkinci ders. Mesela hazır bayan qilib degan masala yana bayqaldi. Mesela men hazır açtım ham ikinci ders dedim. Saqlagan vaqtimda hazır avtomatik o'ng'shaldi. Men chunki men o'zgargan xat avtomatik almashmaganda bu ham saqlagan vaqtimda. Endi nimaga o'tib ketaylik desanglar, A degan bir tal tek o'tib ketaylik. Bu nima desek, bu shu funksiyalarni mesela o'xshash shaklda W3 bilan davom qiladi, yana aşağıdan tushuntirib o'tay. A deganimiz endi ulanmalarni betni o'tkazish uchun ulanni qustirish. Mesela biz mush betlarni basimiz, ma funksiyalarni, ma o'rinlarni basimiz. Shunga o'xshagan tekstlarni ichidagi mush ulanlarni basgan vaqtida boshqa bir ekranga boradi hamda. Şu ekranga boradigan uchun ulanma uchun biz A degan shu tagini ishlatamiz. Eklab qo'yib turib. Mesela A dedik, biz ana başta so'zlab o'tgan xasligi bor deb. Agar ma shaklda bo'lsa, bu bir ishga yaramaydi. Avtomatik mesela biz A'ni basgan vaqtida avtomatik o'zi chiqarib berdi hamda tabni basdik, ma bu xasligi. Ma'ning ichidagi biz qaysi o'ringa o'tganimiz, qaysi betga olib boramiz, ashuna ulanimizni yozgan o'rin. Biz mesela mayaga nima deylik, page 1 deb bunday qilib olamiz. Birinchi ders deylik. Bunu yazdık, qarasanlar hazır. Mouse'un üstüge kelgan vaqtimizda almashdik hazır mana şekilde. Mana. Biz bassaqmı hazır işlemaydi, bir yerga bo'lmaydi. Chunki men ilib etgan taqdirda o'xshash ranlik chiqadi. Adres bo'lmagan vaqtida. Chunki biz href deganimiz endi mush betni o'tkazish uchun cho'qim o'shaga bir adres yozishimiz lozim. Masalan qarasak hozir men bizniki birinchi ders checked html debdimiz hamda. Bu o'xshash bir nimaning ichida bo'lganlik uchun folderning ichida, ya'ni hujjat xaltasining ichida bo'lganlik uchun agar biz mushuni ulab qo'ysak ham bo'ldi. Masalan, sinab boqaylik hozir. Birinchi darsda biz abzas mavzularni yozdik. Ikkinchisida biz bir tal ulanma qilamiz hozir. Hujjatning ismi birinchi ders avtomatik to'liqlab berdi. Birinchi ders checked html. Mana şekilde ulug' oldik. Ulug'andan keyin hozir biz baqsak, mana qarasanglar avtomatik basgan vaqtida mana bu kelgan bo'ldi. Shu betlarning ichidagi bir-biriga almashtiradigan ulanmalarni bu şekilde qilamiz. İkinci o'tib ketaylik. Buni mana şekilde qilsak ham bo'ldi. Buni ham bir paragrafning ichiga kelib, buningga bir uzun xat yozadigan ishqa avtomatik o'z to'liqlab beradigan bir narsa bor. Uzun mashqlarda biz hamma xatlarni qo'limizda yozib bo'lmaymiz. Shuning uchun Lorem deydigan bir narsa bor. Lorem. Shu program nimasi bor bu? Torped yasashlar uchun ishlatamiz odatda. Shu bo'sh o'rinlarni to'ldirish, shu mavzular, abzaslarni uchun ishlatamiz. Loremni avtomatik bassak, qarasang uzun xatlarni chiqarib berdi, shu ma'nisiz xatlarni. Shunga o'xshagan shaklda bir paragrafni yozib olgan bo'ldik. Biz endi ma o'ringa bir tal ulan bireyli mesela ikinci xatga ipsum degan narsaga. Biz buni mesela o'xshash shaklda mana shaklda qilsanglar bo'ldi yoki birdan-bir yozsak bo'ldi. A dedik. href degandan keyin tam belgisini qo'ydik. O'zining bir narsasi bor mana shaklda. Tashlarni qo'yib etgandan keyin biz bu o'ringa hujjatning nomini yozamiz. Qarasanglar hozir ma'ni boshladik, taqib etmadik buning oxirini. Biz mush dollarning ichiga bersak bo'ldi. Masalan, buni taqib etsak, mana shaklda qarasanglar hozir. Saqlagan vaqtida qarasanglar lorem dollar. Mana shaklda mallarda ulanma yo'q, faqat maxat ulanma bo'lgan bo'ldi. Shu elementlarning ichiga, mush taglarning ichiga taglarni qistirib ishlataramiz, xohlagancha ko'pinchilarini. Buni hozir ulanma bersak, masalan deylik, Uyg'urcha kitlar deylik, maktubat yo'tkab boqaylik buni. Mana basgan vaqtida hozir qarasa agar xato yozmagan bo'lsam, mana torbatga o'tkazib ketgan bo'ldi. O'sha torbatlarni o'tkazish uchun biz cho'qim href, o'sha A'ni ishlatamiz. Link. Link desak bo'ldi. Ikkinchi birini qilaylik. Masalan, buni ichiga http dedik. Va sirtqi betlarni ulash uchun cho'qim to'liq adresini yozamiz. Google deylik.
Hazır mesela mani yazdım, saklasam mı, qarasanlar bir narsa ko'rinmaydi. Çünkü biz bu ikkisining ichiga endi boshlash nuqtasini bu yerda boshlab oldik, oxirlashtirdik, lekin ichiga bir narsa yozmadik. Cho'qim yozishimiz kerak. Google deb qo'yaylik. Masalan, Google chiqdi. Buni bosgan vaqtimizda avtomatik Google'ga bordi. Misol, sirtqi betlarga ulash uchun cho'qim shu xoslik endi href degan xoslikning ichiga biz cho'qim ularni to'liq yozishimiz kerak. Agar o'zimizning shu yasab chiqqan betning ichidagi bir betga o'tkazish uchun qaysidan birini yozaylik. Mush folderning ichidagi Muştan ichidagi hujjatlarga olib kirman desak, biz to'liq yozmasak ham bo'ldi. Chunki o'xshash o'rinda bo'lganligi uchun avtomatik chiqarib turdi. Birinchi dars dedik-ku bayon. Birinchi hozir chiqarib bermadi. Checked HTML deydi. Mana shaklda. İsmini yozaylik. Birinchi dars. Mana biz ismi biz bu o'ringa xohlagan narsa yozsak bo'ldi. Misolga xohlagan narsa yozsak bo'ldi. Biz bormoqchi bo'lgan betning ismi birinchi dars. Mana elif turay. Yoki buni bir paragrafni ichiga olsak bo'ldi. Chunki mana kentirib chiqib oldi, qarasanglar hozir Google'ning keyniga. Buni bir paragrafning ichiga ilib mana shaklda asqilib o'tgan bo'ldi. Keyingi darslarda biz paragrafning ichiga rasm bo'lsin, video bo'lsin, nurg'un narsalarni qo'shamiz. Hammasi nima bilan bo'ldi. Hozir boshqa asqilib o'tkazish uchun boshqa taglarni ishlatamiz. Hozir shu biz pen o'rganganligimiz uchun pen ichiga ilib etdim. Birinchi darsda bosgan vaqtimda qarasanglar o'zimizning to'lbat yasagan, bayonqi darsda yasagan misolga o'tgan bo'ldik. Keyinga qaytib, mana Google oldik mana. Bossak Google'ga bordi. Mana biz boshqa yerga oldik. Boshqa bir Uyg'ur dev degan to'lbatga shaklda bordi. Buniki cheklimiz yo'q. Uzun xatlarning ichiga xohlasanglar bir talmish harfning ichiga savol belgisiga chekitki bo'lsin. Xohlagan o'ringa bir eleslar olmani. Ixtiyor, uning qanday bir cheklimi yo'q. Mesela ahırdaki mana bir tane belirteli, şey tamamlanışın ders. Mesela totum dep durumda. Bunu ben kesip edip durup kısa yoldan kolay anı bastım, otomatik to'liqlab berdi duqqamda. To'liqlab bergandan keyin mush bayon kesib olgan xat yoki o'ringa biz xohlagan yozsak bo'ldi. Mush cho'qim biz bosmoqchi bo'lgan xatni, mush mousedan bosmoqchi bo'lgan xatni mush ikkilarni aniga boshlash va tugash nuqtasini o'tirib cho'qim yozamiz. Ama o'ringa biz ulanmasini yozamiz. Qaysi nerga olib borganligimizni yozsak bo'ldi. HTTP o'sha yerga xohlagan bir to'lbatning adresini yozib qo'ysak, o'zimizning ixtiyori o'sha yerga boradi. Agar mana shaklda ba'zi vaqtlarda biz adres yozmaydigan, o'sha quruq rangli ko'rinadigan ehtiyojlar bo'lib qolsa, quruq qo'yib qo'ysanlar bo'ldi yoki bir talma yo'l to'rtchas katakchi bo'lganda hashtag o'sha qo'shsak bo'ldi. Buni ko'p o'rin ishlatamiz. Odatda torni yasash jarayonida ulanması ma'lum bo'lmagan o'rinlarga biz quruq qo'ymay, mush vaqtda hech narsa yozib qo'yamiz. Yozib qo'ysak, qarasanglar mana bor, lekin bossak bir yerga bormaydi. Lekin ulanma bo'lgan bo'ldi. Qandoshlar bugun o'sha paragraf abzasini o'rgandik. Ulanmani link qilishni o'rgandik. Undan boshqa birinchi darsda mavzularni o'rgandik. 1dan 6gacha bo'lgan mavzularni o'rgandik. Dersimiz müşahçı bo'lsin. Agar tushunmagan joy bo'lib qolsa, 1-4-5 minut so'rasanglar, men tushuntirib qo'ysam bo'ldi. Agar siz so'zlayotgan bo'lsam, astroq so'zlansangiz bo'ldi, sanam bo'ldi. Bu darsni ko'chirib oldik. Buni to'g'ri yo'llab qo'yamiz. Achadan ko'rsanglar bo'ldi. Xohlasanglar darsimizni oxirlashtiraylik.